ko'z yoshlari tinmay oqardi. Sandiq qopqog'ini yopar ekan, yuragi parchalangandek tuyuldi. Ko'zlari yana yoshga to'ldi. Sandiqni Nilga qo'yib yubordi. Sandiq to'lqinlar aro sekin suzib ketdi. U Musoning opasiga izidan bor dedi. Birovga bildirmay Musoning opasi daryo yoqalab ohista suzib borayotgan sandiqni kuzatib bordi. Biroz vaqtdan so'ng u qotib qoldi, chunki daryo sandiqni aynan o'zlari qochayotgan xavfning yoqasiga Fir'avn saroyi tomon oqizib ketayotganini ko'rdi. Fir'avn esa tashqarida daryoga tikilib turardi. Suvda oqib kelayotgan sandiqqa ko'zi tushdi. Darhol xizmatkorlarni chaqirdi. Anavi sandiqni menga olib kelinglar. Xizmatkorlar bir-birlariga hayron qarardi. So'ng sandiqni suvdan chiqarib olishga shoshilishdi. Ko'p o'tmay uni saroyga keltirishdi. Hamma nafasini yutib, qiziqish bilan ko'zlarini sandiqqa tikdi. Sandiq qopqog'i esa ohista ochildi. Bu bola o'g'il ekan. Uni darhol o'ldiringlar. Osiyo onamiz go'dakni ko'rgan zahoti qalbi iliqlikka to'ldi, chunki u hali onalik baxtiga erishmagandi. Bu bola ikkimizga ham quvonch keltiradi. O'ldirma. Ehtimol bizga foydasi tegar yoki farzand qilib olarmiz. Menga uning keragi yo'q. Lekin Osiyo u uchun qadrli edi. Fir'avn o'zini Xudo deb e'lon qilgan va qo'shinlarni boshqargan bo'lsa ham Osiyoga yo'q deya olmadi. Ha, o'sha toshbag'ir Fir'avn ham Osiyoning iltimosiga qarshi tura olmadi. Shunday qilib u go'dakni qabul qildi. Mittivoy endi o'sha sovuq saroyda Osiyoning iliq va shafqatli qo'llarida ulg'aya boshladi. Osiyo qo'lidagi go'dakka mehr bilan boqdi. So'ng Sening isming Muso bo'ladi, dedi. Qur'oni Karim o'sha lahzani shunday tasvirlaydi. Bas, Fir'avn oilasi o'zlariga uni dushman va g'am-g'ussa bo'lishi uchun tutib oldilar. Taqdirning bu burilishi naqadar go'zal edi. Fir'avn zulmidan qochgan hayot endi aynan o'sha zulm saroyida Osiyoning shafqatli qalbidan panoh topgan edi. Osiyo o'sha saroyni payg'ambar ulg'ayadigan xavfsiz maskanga aylantirdi. Ammo bir muammo bor edi. Mitti Muso huzuriga keltirilgan emizuvchi ayollarning hech birini qabul qilmay emishdan bosh tortdi. Nima qilishmasin, go'dak o'z onasining hidini izlar, notanish quchoqlarda halovat topa olmasdi. Saroyga Misrning eng sara ayollari keltirildi. Lekin har safar Mitti Muso yig'lab yuzini o'girib olardi. Go'dakni bunday ahvolda ko'rish Osiyoning qalbini ezardi. Nihoyat u chorasizlikdan buyurdi. Qayerda emizuvchi ona bo'lsa, hammasini saroyga keltiring. Ayollar birin-ketin kela boshlashdi. Lekin har safar Muso yuzini o'girar va bir tomchi ham emmasdi. Alloh Qur'onda o'sha lahzani shunday tasvirlaydi. Biz bundan oldin unga emizguvchilarni harom qilgandik. Osiyoning qalbi ta'riflab bo'lmas darajada og'ridi. Bu bola ochlikdan o'lib qolsa-chi, qo'llarimda jon bersa-chi. Saroy ayollari orasida vahima tarqaldi. Muhtaram qirolicham, bu go'dak misrlik ayollarni emmasa, ehtimol o'g'illari o'ldirilgan isroillik ayollardan birining sutini emar. Xabar berib ko'ramizmi? Hamma yerga xabar tarqating. Qaysi ayol kelib shu go'dakni emizib bersa, uni o'z himoyamga olaman. Omonlik va ulkan mukofotlar beraman. Shu paytda Musoning onasi o'g'lining sog'inchida yonib kuyardi. Yuzlaridan yosh quyilardi. Yuragini har xil savollar o'rtardi. Hozir kimning quchog'ida, ochmikan, yig'layaptimikan? Ha, u Robbisiga tavakkal qilgandi, lekin baribir u ona edi. O'z qo'llari bilan Fir'avndan qutqargan o'g'li taqdir o'yini bilan aynan o'sha zolimning saroyidaligini o'ylab, qalbi go'yoki olovda kuyardi. Bu mavhumlik chidab bo'lmas darajada og'riq berardi. Shuning uchun u qiziga "Bor, ukangdan xabar keltir, ahvoli qandayligini ko'r" dedi. Musoning opasi saroydagi chorasizlik haqida eshitgandi.
Ayollar go'dak uchun munosib emizuvchi ona topa olmayotganini bilgan zahoti u saroyga kirishni xohladi. Ularga yaqinlashib dedi: "Sizlarga uni siz uchun boqib beradigan va unga yaxshi g'amxo'rlik qiladigan bir oilani bilaman." Tezroq gapir. Sen bu bolaga kimsan? Nega bunday deyapsan? Qaysi oila haqida gapiryapsan? Kambag'al oilaning qiziman. Bu bola hech kimning sutini olmadi, lekin bir ayolning sutini rad etmasligini bilaman. Xohlasangiz yoningizga olib kelaman. Bor, darhol olib kel. Agar bola emadigan bo'lsa, seni mukofotlaymiz. Quvonch va hayajon bilan opa onasining yoniga yugurdi. U xushxabarni aytganida onasining yuragi qinidan chiqib ketayozdi. Farzandi bilan diydor ko'rishni qattiq sog'inib duo qilgandi. Va nihoyat o'sha on ham yetib keldi. Xizmatkorlar Musoni onasining quchog'iga qo'yishdi. Mitti go'dak darhol onasining hidini tanidi va emishni boshladi. Osiyoning yuzi yorishib ketdi. Quvonch yoshlari yuzlaridan oqib tushdi. U Musoning onasi va oilasini saroyga taklif qildi. Bu Qur'onda shunday tasvirlanadi. Bas uni onasiga ko'zi quvonchga to'lishi, xafa bo'lmasligi va albatta Allohning va'dasi haq ekanini bilishi uchun qaytardik. Lekin ko'plari buni bilmaslar. Shunday qilib, Mitti Muso onasining mehri va taftini his qilar ekan, Osiyoning shafqati tufayli hatto zolimning saroyida ham omonlikda ulg'aya boshladi. Vaqt o'tishi bilan hatto Fir'avn ham Musoga o'rganib qoldi. Muso yonida bo'lmasa bezovta bo'lardi. Quchog'iga olmaguncha halovat topa olmasdi. Saroyning dabdabalari Mitti Musoning ko'z o'ngida edi. Oltin idishlardagi taomlar, ipak liboslar. Vaqt suvdek o'tib borardi. Kunlarning birida Fir'avn bezovtalanib dedi: Borib Musoni huzurimga olib kelinglar. Mitti Musoni quchog'iga olib, u bilan o'ynay boshladi. Lekin Muso kichik qo'llari bilan birdan Fir'avnning soqolini tortib yubordi. Fir'avn muvozanatini yo'qotib, tojini yerga tushirib yubordi. Saroyga sukunat cho'mdi. Sehrgarlar vahimaga tushdi. Bu bola xavflidir. Uni darhol o'ldiringlar. Qirolim, u shunchaki go'dak bo'lsa, nima qilayotganini bilmaydi. Unga ozor bermang. Bashoratlarda aytilgan bola bu bo'lib chiqishidan xavotirdaman. Nima qilganini ko'rmadingmi? Tojimni tushirib yubordi, soqolimdan tortdi. Agar xohlasangiz, uni sinab ko'ring. Oldiga oltin va olov qo'ying. Agar oltin sari talpinsa, nima qilayotganini biladi. Lekin olovga qo'l cho'zsa, demak begunoh. Unda qonini bekorga to'kkan bo'lasiz. Agar oltinni tanlasa, uni o'ldiring, lekin olovni tanlasa, omon qoldiring. Katta patnis olib kelindi. Unda oltin bo'laklari va yonayotgan cho'g' bor edi. Hamma nafasini yutib, Musoning nima qilishini kuzatardi. Mitti qo'lcha ohista oltin sari cho'zildi. Ammo o'sha onda Allohning amri bilan Jabroil alayhissalom aralashib, uning qo'lini olovga burib yubordi. Muso cho'g'ni ushlab og'ziga olib bordi. Shu onda qo'li ham, tili ham kuydi. Go'dak kuyganining og'rig'idan yig'lay boshladi. O'shanda hech kim bilmay qoldi, ammo bu kuyish tilida umrbodga iz qoldirdi. Yillar o'tib ulg'ayganida so'zlari ravon chiqmasdi. Duduqlanib gapiradigan bo'ldi. Fir'avn xotirjam nafas oldi. Yuzidagi xavotir esa g'oyib bo'ldi. Demak, u bilmagan ekan. Osiyo esa bor jasorat bilan bo'lg'usi payg'ambar uchun qalqon bo'lib, o'z so'zlari bilan zolimning qarorini yana o'zgartira oldi. Yillar o'tdi. Muso saroy devorlari ichida vijdoni pok, kuchli va mard yigit bo'lib voyaga yetdi. U harbiy mahorat, boshqaruv va odob axloqdan saboq oldi. Atrofdagi gunohlarga yaqinlashmay, yoshlik davrini pok o'tkazdi. Osiyo uning oddiy emasligini doim sezardi. Muso hech qachon saroyning soxta dabdabasiga qiziqmasdi. Aksincha, tashqaridagi mazlum xalq chekayotgan azoblaridan qayg'uda edi. Adolatsizlik qarshisida jim tura olmas, unga qarshi isyon qilayotgan ichki ovozini so'ndira olmasdi. Kunlarning birida saroydan qochishga majbur bo'ldi.
deyarli o'lim yoqasida edi. 8 kun davomida ovqat yemay suvsiz yerlar va sahrolarni kesib o'tdi. Qizil dengiz qirg'oqlariga yaqin olis o'lkalarga Madyan sari yo'l oldi. Osiyoning ko'zlari yoshga to'ldi. Yuragini ta'riflab bo'lmas g'am egalladi. O'tmish xotiralari birin-ketin xayolidan o'ta boshladi. Nil to'lqinlaridan chiqarib olingan mitti go'dak, uni birinchi marta quchog'iga olgan lahzasi, himoya qilish uchun qilgan kurashlari, kulgusi, saroyning sovuq devorlarini isitgan kunlar bari yodga tushdi. Endi esa u bag'riga bosib muqaddas omonatdek asragan o'sha bola voyaga yetib quchog'idan ayrilayotgan edi. Aslida bu safar Muso alayhisalomni kun kelib zulmni mag'lub etadigan buyuk bir vazifaga tayyorlamoqda edi. Muso Madyanda ko'p yillar yashadi. U yerda o'z oilasini qurdi, yaqinlari bilan osuda kunlarni o'tkazdi. Lekin qalbining tubidagi sog'inch hech ham so'nmadi. O'zi tug'ilgan zaminni, onasi va jigarlarini sog'ingandi. Oradan yillar o'tdi. U Fir'avn o'lgan bo'lishi mumkin deb o'yladi va xavf ortda qolganiga umid bog'ladi. Mana shu hislar bilan o'z oilasini olib, o'zi sog'ingan Misr tomon yo'lga chiqdi. O'sha safarda tunni Tur tog'i etagida o'tkazayotganida to'satdan uzoqda yonayotgan olovni ko'rib qoldi. Qiziqish va hayajon bilan o'sha nur tomon yurdi. Bas u olovga kelganida nido qilindi. Ey Muso, albatta men o'zim sening Robbingman. Kavushlaringni yech, chunki sen muqaddas Tuvo vodiysidasan. Sen Fir'avnga bor. Albatta u tug'yonga ketdi. Endi hech narsa avvalgidek bo'lmaydi. Bir paytlar Fir'avnning saroyida voyaga yetgan Muso endi o'z Robbisining risolatini tashuvchi payg'ambar edi. Allohning amri bilan u zulmning markazi sari qayta odimlardi. Fir'avn saroyi tomon yo'l oldi. Bolaligi o'tgan o'sha tosh devorlar ichiga qaytardi. Bu safar sukut saqlash uchun emas, haqiqatni e'lon qilish uchun qaytdi. Shunday qilib, u bor ojizligi bilan Robbisiga yuzlanib duo qildi. Robbim, mening qalbimni keng qil. Mening ishimni oson qil. Tilimdagi tugunni yechgin. So'zimni anglasinlar. Menga o'z ahlimdan bir vazir qilib ber. Og'am Horunni, u bilan belimni quvvatla, uni ishimga sherik ayla. Robbisi unga dedi: Ey Muso, senga so'raganing berildi. Uning duosi ijobat bo'ldi. Alloh uning og'asi Horunni ham payg'ambar qilib tayinladi. Shunday qilib, ikki payg'ambar Robbisi yo'lida yelkama-yelka turib yo'lga chiqishga shay bo'ldilar. Muso va Horun saroyga kirganlarida hamma o'sha yerda edi. Bir paytlar uni tarbiya qilgan, muloyim va shafqatli Osiyo va kibri osmonga yetgan, xudolikni da'vo qilayotgan Fir'avn o'sha muhtasham saroyda marmar ustunlar va oltin taxtlar soyasida birinchi marta o'zga bir Robbning nomi tilga olindi. Muso o'z Robbisining amri bilan gapirdi. U o'zini Xudo deb atagan kimsaga aytar edi: Sen Xudo emassan. Seni go'dakligingdan o'z ichimizda tarbiya qilmadikmi? Umringning bir necha yilini bizning ichimizda o'tkazmadingmi? Va nonko'rlardan bo'lib qiladigan ishingni qilib qo'ymadingmi? Lekin Musoning so'zlari Osiyoning qalbiga chuqur kirib borar, yangi bir haqiqat eshiklarini ochmoqda edi. Eshitgan har bir jumlasi uni larzaga keltirardi. Qadamma-qadam u iymonga yaqinlashib borardi. Ha, qarshisida turgan inson endi u bir paytlar Nildan qutqarib qolgan va tarbiyalagan go'dak emasdi. U haqiqatni baralla aytayotgan Allohning elchisi edi. Ammo Fir'avn inkor etishda davom etardi. U tahdidlar qilar va tinglashdan bosh tortardi. Biroq Muso taslim bo'lmadi. Qayta-qayta Fir'avnning qarshisida turdi. Endi Osiyo yanada aniqroq tushunib yetdi. Necha yillardan beri izlayotgan haqiqati aynan Musoning da'vatida va keltirgan xabarida edi. Hatto sukut ham uning iymonini fosh qilib qo'yardi. U endi yagona haq ilohni, Muso payg'ambarning Robbisini tanladi. Lekin buni baralla aytishga hali o'zida kuch topa olmadi. Saroyning xilvat xonalarida
bildirmay duo qilardi. Ko'zlarini osmonga tikib, qalbida bitta ismni aytib pichirlardi. Alloh. Fir'avn hali ham u bilan maslahatlashar, so'zlarini qadrlardi, sadoqatiga nisbatan zarracha ham shubha qilmasdi. Vaholanki Osiyoning sadoqati endi unga emas, faqat o'z Robbisiga edi.